Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana zakazning ishlarimiz bitdi. Bunisi mana BGV svetda 3 ta tumba, 4 ta yostig'i bor. Bunisi ko'k bilan oq kombinatsiya bo'lgan variantda 3 ta tumba, 3 ta yostig'i bor. Ikkovi ham zakazdan ishlangan. Mana ikkalasini ham ko'rinishi. Ichlari dispa, sasna yog'ochda bo'ladi 100%. Orqalari ham o'zini materialda yopilgan. Ikkalasi ham ko'rinishi, orqa tomondan ko'rinishi ham. Bunisi ham shunaqa, orqa tomonlari o'zini materialda yopilgan. Sidinlar ortopedik burjina matrasga qo'yiladigan, matraslarga qo'yiladigan yaxshisidan qo'yilgan. Xudo xolisa garantiyalari bor ikkalasini ham. Bularimizni narxlariga keladigan bo'lsak, turishi 3.800.000 so'mdan. Andijon ichida bo'ladigan bo'lsa, dastavkalarimiz besplatniy, Andijondan chiqib ketmasa bo'ldi. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda dastavka qilib beramiz. Andijon ichida bo'ladigan bo'lsa, dastavkasi olib kelib o'rnatib berishi ham bepul. Xon taxtasi hozir bu holatda yo'q. Xon taxtasi olyapti klientlar. Xon taxta kimga xon taxtasi ham kerak bo'ladigan bo'lsa, xon taxtasini qo'shib beramiz. 400.000 so'mdan 1,5 milliongacha xon taxtalarimiz bor. Tanlaganini kelishib narxiga qo'shib beramiz. Ikkalasi ham xudo xolisa Hightech posonda logomuz. Kimgadir kerak bo'lsa, shunaqa xizmatlar, telefon nomerlarimizni qo'yib qo'yaman. Aloqaga chiqaverasizlar. Ismim Abdunosir. Xudo xolisa. Keyin Telegram kanalimiz ham bor. Telegram kanalida kunlik chiqqan ishlarni ham tashlaymiz. Boshqa fasonlarimiz bor. Ularni ham tashlayman. Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'yasizlar. Telegram kanalimizga ham Nur Mebel deb yozsanglar chiqadi. Logotipimiz shu YouTube'ga qo'yilgan YouTube'dagi logotip bilan bir xil. Nur Mebel deb yozilgan. Nur Mebel Andijon deb Telegramdan istasanglar chiqadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Chiroyli qilib, xudo xolisa dastavkalarni qilib jo'natib beramiz uylarga.